qayoqqa bo'ladi, xalq orasiga borib ishlash degan g'oya bu. Shuni amalga oshirish uchun mana bizni Jondor tumanimizdagi tadbirkorlarning muammo takliflarini eshitib keldi. Ish tartibida davom etmoqda. Hujjatlar topshirilgan, andiratda turibdi. Ammo hujjatlar to'liq berildi. Biz nazoratimizdagi bo'lsa ish bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Ismingiz nima? Farruh. Badr aka. Biz bularni siz qayerdan kelganimiz mijozsiz? Buxoro shahar. Nimani o'zini? Buni nazorat bormi? Bu maksimum bugun yoki ertaga javoblarni berib chiqarib olish. Agar masala bo'lsa, menga nazorat bordi. Bu nima faoliyat qurilish materiallari ishlab chiqarishmi? Yo'q, dom quramiz. Ha, dom. Ipoteka subsidiyaga sotamiz. Shuning o'zida Buxoro tumanining o'zida 4 milliard pul tushdi. Avvalroqning o'zida bitta domlar tashkil 1 milliard pul tushib bo'ldi. 3 oy davomida. Biz bunaqa mijozlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, hech qanaqa muammo bo'lishi kerak. O'g'aylilar, kreditlarni yopdilar, o'z vaqtida, oldindan yopdilar. Yana o'zimiz taklif qildik, bitta kamchiliklarimiz bo'ldi. Ular to'g'rilarga bosib kirganmiz, yana o'zimizga tushizlayapti, iloj bo'lsa, nima qilasizmi, masala o'tmang. Oz kutaveramiz. Keyingi tadbirkor. Yana kimlar bor? Tortinmay nima qilib beravering insonlarni takliflar. Alaykum. Yo'q, shaydovchi avtomatdan ish yurgizuvchisiman. 8 million qarzimiz bor, kreditdan vaqtida to'layapmiz. 13% valyutni kreditga beramiz. 5 million. Hozir kredit bormi yo'q? Bor. Bizning mijozimiz Aha. nima o'z vaqtida to'lab o'tiribdilar. Ikkinchi liniyadan ular avtoshkola o'zi yana maqsadsiz kreditga zaryadka berganlar. Garovlarini baholab kelsizlar, shunga qarab chiqarib beramiz. Bu bo'lmasa siz tezroq agar nimalarni, hujjatlarni taqdim qilsangiz, biz ham tayyorlanib turamiz. Ungacha muammo bo'lmaydi. Zarurlar hammasida yetadi. Videoda borku yozib boraman. Kengaytirib borib, boshqa bir tadbirkorlik yo'nalishlari bilan kengaytirmoqchi bo'lgan ishni yaratmoqchi bo'lsanglar, Mana yozilgan. Yoz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men Tolib va Go'zal Xalqbankka hamroh Ayol. tadbirkor ayol bo'yicha hamroh kreditni olish bo'yicha Xalqbankka hujjatlarimni berganman. Tadbirkorlik qilmoqchi edim. Shunga yordam berishingizni so'rayman. Men Tolib va Go'zal tadbirkorlik qilish uchun hamroh kreditni olishga Xalqbankka hujjatlarimni topshirganman. 100 million. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha bularga hamroh tashkilotida o'qitilgan, biznes rejalari shakllangan, hamma hujjatlari yetarli. Qanday dokument pulda xalqqa beramiz. Shuni iltimos beradi, rahbariyatga ma'qul etmaydi. Iloji boricha qo'llab-quvvatlab, tim bo'lsa ayol tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida dastur qabul qilingan. Prezidentimizni alohida e'tiborlari ayollarni tadbirkorligiga qaratilgan. Shu bo'yicha hamma paytda ayollarni qo'llab-quvvatlab, ularni biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash kerak. Hozir ham bizdan talab ham majburiyatimiz shunday bor. Mana albatta chiqarib beramiz. Takliflar. Muammo bo'lsa birinchi eshitamiz, keyin takliflar. Hokimga bemalol fikr bildiravering, bu yerda bunaqa nima yo'q. Yoshlar
O'zini amal hujjatlarini rasmiylashtirib taqdim qilganmiz. İsmi familiya yoki tashkilot nomi. Gazetede Aslan yo'lda. Aslanmi? Fidovi. Sana. Necha bilan olamiz? Hozir bularni bitta bir Qalban kichik kelguni bo'shlig'i bor. Hujjatlarni taqdim etganlar. Mantoligimga borib keldik. Hamma hujjatlarni rasmiylashtirib olamiz. Birinchi qo'lda. kerak summasi qancha ekan? Kirishimiz yo'q. O'sha biletdan kirdi. Garovsiz ham. Yo'q, garovsiz. Tartibli bilan Faoliyat turlari nima ekan bular? faoliyat turlari bu akvachilik. Nimasi? O'zlari akva ishlab chiqaradilar. Endi ayollar nomini ko'ring. Kengaytirib. Toshkentdanmi? O'ynadi. Neden Toshkentdanmi? Kelesi sotasizlar? Yetishtirdi ishimizni yetishtirdi bizda boshqasi. Bu mahalla o'zimizga qarashtirdi. Mahalla banki o'rniga biz o'zimizga tegishli boramizdan o'sha mahallaga nima qilish uchun. Shu faoliyat turlarini ko'raylik. Subaylarsiz qo'snik nimasi? Yo'q, tushundim. Yo'l bo'yidami chiqadi? Yo'l bo'yida. Borsak bo'ladimi o'zim? Faoliyat turlarini tanishib, mana nimani, o'zini bankini nima qilaylik, birga borib ko'rib. Yaxshi bo'ladi. Shu banklar iloji boricha ishlab bilan yaxshiroq tanish bo'lib, nima bilan yaxshiroq yaqinda tanish bo'lmasa, bu tasavvurga ega bo'lmaydi. O'tirib qaror qabul qilish qiyin bo'ladi yoki noto'g'ri qaror qabul qilish mumkin. O'sha mutasassisni joyida borib ko'rib, ahvolni ko'rsak, bu boshqacha bo'ladi. Agar muammosi bo'lsa, muammosi o'sha yerda aniq bo'ladi. Bizda Jondor tumanida 51 ta mahallamizda 51 ta mahallaning o'zini hammasini driverlar. Ixtisoslashgan yo'nalishi, driver nuqtalari bor. Bular shu hozir shu aytayotgan Toshkentda driver nuqtasi bor. Unda akfa ishlab chiqarish, adashmasam 200 ga yaqin bo'ladi. 200 ga yaqin shu akfa ishlab chiqarish borda. Yo'l bo'yida, uyda, xonadonda ham alohida joyga qildirgan, 200 ga shu asosiy nima driver 200 ga yaqin. Har birida kamida 3 tadan 4 tadan odam o'sha yerga jalb qilingan. Ba'zilarida ko'p ham jalb qilingan. Yapısı böyle bitta tizam, narxini to'lasam olib qo'yasiz. Turizm. Juda arzon. Shu bilan tanishadi bor. Keyin ham nimani ham aytib bering. 4 gektarga kichik san'at zonasida Bu o'shani ham nima shuni ham bitta masala qo'ydirib nima qildirsak, bu yerda hamma kishi xonadonga qo'yilgan qisqasi soyada. Hozirda prezidentimiz nimalarni bo'lsa soyadan chiqartirish. Imtiyoz beraylik, joy beraylik, yer beraylik, san'at zonasida beraylik. Bular masalan mehmon keladigan bor, uyga, xonadonga bir ma'raka qiladigan bor. Ben xonadonda bo'lib qo'ygan, hozir 4 gektar yerni nima hokim nazarida o'sha yerga nima kiritilgan. Zaxiraga olib kichik san'at zonasi qilinishi. to'yfasi o'zgarib keldi. Juda zo'r bo'ladi. Men shu taklif bildirganman Oybegiga. Agar hamma bilan gaplashib chiqamiz o'sha yerdagilar bilan mahalla bankimiz, keyingi agentlarimiz bo'lgan iloji bo'lsa hammasi bilan gaplashib o'tiramiz. Biza beraylik o'shani 312 dan beraylik. 312 dan 300 million so'mgacha bersak bemalol nima qilib beradi-da u yerda. Yo'q bo'lmasa yoshlar yo'nalishi bizada ham bor. Shundan beraylik. Agar o'sha yoqqa o'tib ishlamoqchi bo'lib, o'sha yerda joylash nimasi bilan, sharti bilan bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Agar o'sha yerda quradi o'sha joyni. Hozir borib ko'rganimizda nima qiladilar? Hammasidan bitta iltimos qilib chiqardilar. Masalan, shunday joyda 4 gektar yer maydoni. Bu yo'l yo'li 9 ta 3 etaj bino qilib qo'yibdi bular. Sizlar borib hokim aytdilar, sizlar beramasan uylarni tutib qo'yasiz. Men boshqa joydan shahar markazidan joy qilsak yo'q.
Bizde nimamiz, birinchi devlet bo'lganda qo'zi kelib desa, akbar desa, shira javob bergan shira qilamiz. Qanaqa fasonda desa qilamiz. Biz o'z tajribasimizni o'sha moqsud, mana 3 etaj bino, birinchi etaj nima, ikkinchi etaj savat tepaga o'sish bo'lmasa, 4 gektarga adashmasam 45 ta gektar lot bo'ladi. Shunday. Uyda tadbirkorlarga gaplashganmiz, salohiyati ham bor. Bo'lmasa mana Zanekani yordamlardan foydalanib, kreditni moliyalashtirib, uyda bir chiroyli shaharcha barpoqlarimizni ham g'oyamiz bor. O'sha aytgandek, kinoylarga ham nuqta qo'yiladi. Hozirgi kunda bular masalan bizdan hokimiyatdan bandga, lekin avion nuqtai nazardan aytgan gap to'g'ri. Yo'qqa chiqqandan keyin yo'l to'g'ri qilib, hammasini qamrab olamiz. Endi masalan birjaga ham nima qilish kerak-ku? Birjaga kiradi, davlat tomonidan qo'yiladi, auksionga qo'yiladi birjalarga. Bular o'sha narsani ololmaydi. Buni o'zi bular tushunsa shu narsani, haqiqatan ertaga birjada auksionda Marketplace nimasini yutib olsa, katta imkoniyat. Ularda 15 ming so'm foyda qolmaydiganlarga 30 ming so'm foyda qoladi-da. Ya bunu Zaynaka bo'lmasa shu tumanda joylashgan banklar bilan birgalashib, mahalla bankirlarini ham o'rgatib, bu o'sha nimaga auksionga kirishni, nimasini, hammasini bularga yordam berib o'rgatib, birga qatnashish kerak. Birga yonmay turib, bular nimasini, yerini olib, lotini yutgunicha birga yordamlashish kerak. Mana shu yerda tadbirkorlikni yaratish, tadbirkorlikni kengaytirish mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu nuqtai nazardan yondashishimiz kerak. O'sha mahalla bankirlarini o'zini birinchi o'rgatib, keyin bularga yordamchi qilish kerak. Mana shu maqsadi shunday tadbirkorga yordamlash. Yerni tutib o'tirdik, asosiysi yerni tutib o'tirgan. Hududimiz ham O'zbekistonda mana biz yashaydigan joyimiz o'sha nimada, hududda. O'sha siz juda yaxshi narsa bilasiz. Bu yerimizda boshqacha qilamiz. Videoga olganmi? Olam. Avtopromga o'xshab bitta lot qoldirib yaxshi tadbirkorlar talab qilamiz. Boshini o'zi ko'p o'chilarga qo'yadi bo'ldi. Biz shuni qilamiz. Yaxshi tadbirkorlar qilib, shunga tadbirkorni yaxshi yomon bilmaydi. Mana sen tadbirkorlik qilaman deb o'tadi. Mana prezident behuda aytmaydi-da. Ish yo'layotgan tadbirkor boshini ko'taraman. Bu ikkita tadbir ishni yo'layotgan yaratgani 3-4 ta oilaning qazoni qaynadigan gaplar. Juda katta narsa. Ayrimlar boshqasi tadbirlar, lekin buni tub voqeatga bo'lsangiz, haqiqatan bitta xonadonga shu bitta qazon qaynadigan katta oliy baxt. Rahmat. Yana Hozir sizni korxonangizni tadbirkorlikka ochilganmi? Sabra. Sabra ham ochilmagan. O'zimda to'y bor, to'ychilik qilmoqchiman. To'y bor edi, o'zimda bor edi. Ilk tomondan qaytib ko'paytirmoqchiman. Bu nech pul kerak? 100 ming kerak. Tumanda Hududimiz sayısı Bo'lıyor. ha, bo'ladi. 312 qaror bo'yicha chiqaveramiz. joylarni olib ko'rganmisizlar? Joylarni biza yo'q, olib ko'rgan yo'q. Hozir ertalab kelgan birinchi o'chirib, hozir to'yga sevib olib keldik. So'rovchi olaman deb kelgan aytdi. Hozirlarni agar yo'lga yurgan shuni o'zim shuni dedim, shuni chiqib aytsam to'y bo'lib turadi. Joylarni ko'rib, ular tayyorgarligini ko'rib, ularga agar boshqa tarafdan yordam kerak bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, qiladigan bo'lsa, birdaniga yordam beradi. Çünkü bol vakat çantadan köpçülük çorba deb oladi. Yana shu ko'ychilikka mutaxassislashganda bilan mahalla bankirlar aslida olib keladigan vaqtlar hammasi chorva deb keladi. O'shaga chuqur beryapmiz. Endi ishlab chiqarish ham bitta ko'radigan bo'lsa, shu pozitivdan keladi. Ular hammasi chorva deb keladi. Hozir shu bankirga murojaat qildilar, o'zimdan bir bo'lib keldim. Bugun keldim. Bizda yer bor, boqishga sharoit
var. Köyüm var, boktan var. Boktan'da. Daha köyüm var, burada girmekte. Endi o Kavayda kasallik yegan uchun Nima kasallik? Boshqa qo'ylarga